Kamdan kam uchiradigan 5 xonali kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Yunusobod tumani 18-mavzeda joylashgan. Orientirimiz eski Manzur to'yxonasi bo'ldi. Uyimiz 4 qavatli uyi 3-qavatida joylashgan. 5 xona 98 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonimizga shunaqa stroyniy mebel yasaltirilgan. Uyimizning faqat stroyniy mebellari, ya'ni mana shu prixoja mebeli va oshxona mebellari qoladi. Qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa olib chiqib ketiladi, uyimiz bo'shatib beriladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda spalnyamiz joylashgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek o'rtacha ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboy va emulsiya ishlatilgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Bu yerda bo'lsa razdelniy sanujellarimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa повседневный oila davrasida dam olib televizor ko'rib o'tiradigan shunaqa xonamiz joylashgan. Bu xonamizdan bo'lsa bolalar uchun yotoqxonamizga o'tib ketsa bo'ladi. Bu xonamizni ko'rib turganingizdek o'zini balkoni ham bor. O'zingizlarning xohishingizga qarab, mana shu balkonimizni va xonamizdagi orasidagi devorni buzib tashab, yana ham kengroq xona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, zalimizda joylashgan. Bu xonamizda shunaqa chiroyli qilib stol zona qilib qo'yilgan. Bu xonamizning oynasi balkonga qaragan. Videomiz davomida sizlarga balkonimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu xonamizdan bitta spalyaga o'tib ketsa bo'ladi. To'g'rimizda kladovkamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu yerda ham sanujelimiz joylashgan. Sanujellarimizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Joy egalari gaz plitani alohida bitta xonaga o'rnatishgan ekan. Ovqat tayyorlangan taqdirda qolgan xonalarga ortiqcha hid kirmasligi uchun qilingan. Bu tomonda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu supamizning o'zida oila davrasida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Supamizning tagidan unumli foydalanib kladovka qilingan. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Aynan xonadonimizga tegishli bitta mashina uchun bu yerda parkovkasi ham bor. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. 5 xonali kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.